Cristiano Ronaldoning nega onasini hech qachon yolg'iz yashashiga qo'ymasligi, garchi uning millionlari bo'lsa ham, ko'pchilik bilmaydigan sabab bor. Futbolning eng katta yulduzlaridan biriga aylanishdan oldin Cristiano onasining qashshoqlik bilan kurashganini, tinmay ishlaganini va uning orzularini amalga oshirish uchun katta qurbonliklar qilganini ko'rib ulg'aygan. Ovqatga zo'rg'a yetgan paytlar ham bo'lgan. Lekin shunday bo'lsa-da, onasi hech qachon o'g'lini taslim bo'lishiga ruxsat bermagan. Shuning uchun endi tasavvur qilib bo'lmaydigan boylikka ega bo'lgan Cristiano onasining oxirgi yillarini yolg'iz o'tkazishiga yoki tashlandiq his qilishiga hech qachon ruxsat bermasligini aytgan. Mashhurligi, sayohatlari va majburiyatlariga qaramay, u doim uni yonida saqlashga, unga g'amxo'rlik qilishga va o'z bolaligida hech qachon bo'lmagan xotirjamlikni berishga intiladi. Uchun hech bir kubok uning kelajagiga hech kim ishonmagan paytida yonida turgan ayoldan qadrliroq emas. Balki shuning uchun ko'plab millionerlar o'z ildizlaridan uzoqlashyapti. Lekin Cristiano hech narsa bo'lmagan paytda yonida kim bo'lganini hech qachon unutmaganligini ko'rsatishda davom etmoqda. Chunki oxir-oqibat haqiqiy muvaffaqiyat saroylar yoki hashamatli avtomobillar sotib olish emas, lekin onajoningizga siz uchun qilgan barcha qurbondan bir qismini qaytarish imkoniyatidir. Agar Cristiano Ronaldoning onasiga bo'lgan muhabbatini qadrlasangiz, plus tugmasini bosing.